qishloqqa aniq shaharga bormaysanmi? Maza qilib o'ynab kelamiz shaharda, narsalarni ko'rib, magazinlarga kirib kelamiz. Yo, men borib kelmayapti shu. Nechinchi qishloqda qolgim kelyapti. O'zimizning qishloq yaxshi-ku. Shaharga borib nima keragi bor? O'ylab ko'r, hamma qishloqlar boryapti. Bitta sen qolyapsan-ku oxir. Yur, ketdik, birga maza qilib yurib kelamiz. Qo'shni, iltimos, qo'ygin. Begonaga shuncha mazza joydan qolyapsan. Mayli, ketaveringlar. Men shuni qolaman. Mayli, o'zing bilasan. Biz ketdik. Qishloqda men bir o'zim qoldim, to'g'rimi? Ha, yes. Endi xohlagan ishimni qilsa bo'ladi. Demak, men xohlagan ishimni qila olaman. Yes, hoziroq nima qilsa bo'ladi? Bo'ldi, berdi uyga kelaman. Judayam zo'r ideya. Berdi uyga kirsam, aniq uning ichida judayam ko'p bezorilar yoki yegani narsa ham bo'lishi mumkin. Ayniqsa, yomon qiziqib ketyapman. Mazza yo'q o'ziyam. Tezroq, yaxshiyam bormaganim, tezroq. Berdi uyga ketdim. Sunduqda nima bor ekan? Sunduqda tortlar. Bilgandim o'zi tortlar borishini. Mazza qilib yeyman endi, ko'chaga chiqib mazza qilib o'ziyam ketdi. Tortlar, mazza. Buncha ko'p tortlar bor meni endi. Shuncha ko'p tortlar. Bu yoqqa yeyib tashlasam bo'ladi. Butun qishloqda tortlarga to'ydirib tashlayman-ku. Buncha mazza. O'zi berib, Hasis akanda hamma tortlarni o'ziga olgan ekan. Mazza shirin ekan torti. Mazzali-yu. O'zi ham mazza. Mazza qilib yuribman, ishonaveringlar bola. Umrimda buncha mazza qilmaganim. Yaxshiyam qishloqda qolgani. Bilan shaharda ketganimda aniq bilamanki, boshimizga azgina qoldi bol. Короче, hozir men to'xtatganim sababi, qishloqqa o'zi nimaga qoldi-ku? Bilmasam. Menimcha bir narsa qiladi, aniq qiladi bilaman. U qo'shnimni men necha yillardan beri qo'shnimiz, men bilaman aniq. Men ham shuni o'ylayapmiz. Ha. Nima qilsak bo'larkan? Mayli, yaxshilikman tugasin ish qilib kelsak hech narsa qilmagan bo'lsin. Menimcha qilmasa kerak. Yana bilmadim. Balkim. O'zi doim bizman bilan borardi-da, negadir bormadi. Ko'ramiz, nimadir qilmoqchida bolalar. Mayli. Bo'lmasam tezroq yo'lga boraylik, tezroq boringlar. Suvdan ham o'tish kerak hali beri. Qayiqlar olganmisizlar? Ha. Ketdik, tezroq boringlar. Men charchab ketdim. Qornim ham to'yib qoldi. Yolmayman, boshqa bo'ldi. Yana qayoqqa borsam kerak? Bo'ldi. Omborxonaga borsam bo'ladi. Judayam zo'r ideya. Hozir omborxonada qiziqarli narsalar bo'lsa kerak, ketdim. Qo'sh, omborxonada nimalar bor ekan? Hech narsa yo'q. Bundayam yo'q. Buni ichida ham. Tanatalar. Richchagan bor ekan. Lekin menga kerak emas-ku bu richchaklar. Hech buni kerak emas. Nima kerak bor? Nima qilaman? Boshimga uramanmi bularni hammasini? Undan ko'ra mana bu joylarga kerak emas. Zo'r ideya bor. Maylarga qo'yib qo'ysam bo'ldi-da, keragi yo'q. Nima qilaman? Judayam zerikib ketdim o'ziyam boru. Yana nima qilsam bo'larkan? Bo'ldi, qishloqni uyiga boraman. Uyda nimalar bor ekan-da? Xo'sh, nimalar bular bo'ldi? Tushunmadim, g'alati narsalar. O'zim bilan olaman. Mana buni rang-baranglik qarang. Bu nima? Sinika o'xshaydi-yu. Mayli, olaylikchi, ko'raylikchi. Xo'sh, endi biz hozir Хорошо, biraz ichida buzvordim. Jonim ketyapti. Yo'q, o'laman hozir. Bu keraksiz narsa ekan. Hech biri keraksiz. Bu sidiga o'zi ham keraksiz narsalar ekan. Menga kerak emas, tashlab yuboraman hammasini. Menga kerak emas.
ketdi. Deyam zerikib ketdim. Ha, Husamoyni uyiga boraman ketdi. Kompyuter. Birinchi 600 ta bo'libdimi? Vau, 600 ta birinchi. Bu qayerda kamerami? Kamera. Obuna bo'lib qo'yinglar. Husamoy kanali tezroq 1000 ta bo'lishi erishish kerak. Iltimos obuna bo'linglar. Kanalda 1000 ta bo'lsa, juda ham yaxshi bo'lasiz, xursand bo'lasiz. Iltimos obuna bo'lsanglar xursand bo'laman men ham. Tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Voy, zerikib ketdim. Komment ko'rdim. Kompyuter ishlamayapti. Men ketdim. Bilmasdan qilib qo'ydim. Men ketdim, kechiringlar. Men bilmasdan qilmaman. Vallahi mana oldim. Endi nima qilsam bo'ladi? Bitta suv bor. Nega muzlab qolishga amayli. Bo'laversa kerak. Trendda ko'rgandim, lavani qo'ysang, endi bu paydo bo'lishga nimaga paydo bo'lmadi? Menimcha bu yerda bo'lmash kerak. Buni menda suv bor aytgancha. Hozir suvni quyamiz. To'xtab turinglar. Hozir buzamiz va suvni quyamiz. Endi o'xshashi kerak. O'xshadi. Endi buzamiz. Nega o'xshamadi? Yonyapman. Yordam. Men bilmasdan qilib qo'ydim. Yonyapman. Bo'ldi. Buyoqqa ko'rarlikcha o'xshash kerak menimcha. Buzdikmi? Nega o'xshamadi? Nimaga? O'xshash kerak edi-ku. Bilmasdan qo'yib yubordim. Ataymas men bilmadim. Bo'ldi. Quduqni suvdan o'xshaydi. Qo'ydim. Albatta o'xshaydi. Men 100% aniqman. Nimaga o'xshamadi? O'xshash kerak edi. YouTube'da ko'rganimda o'xshagandi-ku. Nimaga? Tosh paydo bo'lishi kerak edi. Tosh aldash kerak edi. Chiqish kerak edi. Men bilmadim. Hozir suv olib kelaman desam nima? Omonxona qani? Portlab ketibdi-ku. Endi nima qilaman? Kelishsa meni aniq o'ldiradi. Endi nima qilsam bo'ladi? Hozirroq to'g'rilashib kerak. Nima qilib bo'lsa ham to'g'rilashib kerak. Suvni qayerga haligi rang-barang va mana bu senga o'xshagan narsalar o'qib ketibdi. Endi nima qilaman? Aniq meni hisobga urishadi. Hozir bir narsa qilishim kerak. Tezroq borishim kerak. Bizga ham ke Voldiga. Husamoy orqaga qarasang keyin bilasan. Nima bo'ldi? Qishloqqa tushuntirib berasanmi yoki tushuntirgizasanmi? Qarachi. Ayt, nima bo'ldi? Hozircha remont bo'lyapti. Men atay qishlog'imizni o'ylab remont qilayotganim o'shiga vaqtinchalik qishlog'imiz yopiq. Keyinroq kelinglar, keyinroq qishlog'imizni ochaman. Hozircha remont ketyapti. Nima shu remontmi? What the fuck? Shu remontmi? Voy dod. Iltimos, men uyimga tegib. Aynan men uyimga tegibdi.
Qani endi omborxona qani? Hamma pachag'ini chiqaribsan qishloqqa. Maladessan, malades. Rahmat. Voy mol. Seni nima qilay? Iltimos, faqat kompyuterimga tegding demagin, iltimos. Kompyuterimga tegdingmi? Tegmading, iltimos. Kompyuterimga tegmading. Qishloq, voy, polni yo'qib tashabdi-yu. Kompyuterim yonmayapti-yamu. Hozir qishloqqa bekel. Yaramas qishloqqa. Men bilmasdan qildim. Men qilmoqchi emasdim. Qanaqa qilmoqchi emas edim. Qanaqa? Sen bilib turib qilding bu ishlarni. Yaramas bekishi.